G'isht yoki gazoblok qaysi birini qurishga ishlatish kerak? Buni tanlashdan oldin ikkalovini plyus va minus taraflarini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. G'isht tabiiy mahsulot. Tabiiy mahsulot bo'lgandan keyin insonga yomon ta'siri kamroq bo'ladi. U qattiq jism gazoblokka nisbatan, shuning uchun mustahkamlik darajasi baland bo'ladi va unga og'ir narsalar ham ilishi mumkin bo'ladi. Agar o'shani ablisovni g'ishtlarni teradigan bo'lsa, fasad qismini suv olmasdan shunda qoldirsa ham bo'ladi. Ya'ni o'zi fasad sifatida ishlab beradi. Gazoblok oladigan bo'lsak, gazoblok yengil material, shuni hisobiga binoga og'irlik kamroq tushadi. Og'irlik kam tushgandan keyin binoga ketadigan xarajatlari ham kamroq bo'ladi. Ya'ni o'sha ayniqsa armaturaga kamroq xarajat ketgan hisobiga arzonga aylanadi. Keyin gazoblok yengil bo'lgani uchun, katta bo'lgani uchun tez quriladi. Agar u tekis gazoblok chiroyli tekis zavoddan chiqqan bo'lsa, unga ketadigan suv ham kamroq bo'lishini hisobiga yana xarajatni kamaytiradi bu. Agar uyingiz tabiiy materialdan bo'lishini xohlasangiz va uzoq muddatga xizmat qilishini xohlasangiz, g'isht tanlaganingiz yaxshi. Agar uyingiz xarajat kamroq bo'lishini xohlasangiz va tezroq bitishini xohlasangiz, unda gazoblokdan qurganingiz yaxshi.